Menga o'xshagan Z davlat vakillari Sovet ittifoqini qanchalik kuchli, bir qudratli davlat bo'lganini biz tasavvur qila olmaymiz, chunki biz mustaqil O'zbekiston davlatida yashab katta bo'lganmiz. Lekin buni yoshi kattalar juda ham yaxshi bilishadi. Hozirgi davrda, misol uchun, Amerika deyilganda ko'zimizda oldida juda ham eng qudratli, salohiyatli, ilm-fanda eng yuqori bo'lgan davlat ko'z oldimizga keladi, to'g'rimi? Uni yonida hozir misol uchun Xitoy turibdi. Xitoy, keyin misol uchun boshqa bir Yaponiya, Koreya, Germaniya yo bo'lmasa Rossiya kabi davlatlar bo'lishi mumkin. O'tgan asrda esa, ya'ni Sovet ittifoqi mavjud bo'lgan davrda esa ikkita davlat bo'lgan. So'zsiz qaysi qudratli desa, Amerika va Sovet ittifoqi deyilgan. Bunda hech qanday shubha bo'lmagan. Hattoki 1957-yilda Rossiya birinchi Sputnik sun'iy yo'ldoshni osmonga uchirgandan keyin ba'zi Yevropa davlatlarida Sovet ittifoqi AQShga qaraganda shu osmondagi narsani o'rganish va umuman ilm-fan sohasida Amerikadan yuqori o'rinda degan tasavvur qilasizlarmi? Hozir Amerika qanday qaraladi dunyoda? O'sha vaqtda Yevropada Sovet ittifoqi shunday ulug', kuchli, qudratli davlat sifatida namoyon bo'lgan.